Assalomu alaykum sitrus mevalari ishqibozlari. Mana bugun biz yana apelsin xonadamiz. Apelsinlarimizning holati, turishi juda chiroyli, yaxshi. Lekin bir muammoki, bu hosilga kelganda har yili shu holat bo'lyapti. Bu apelsinlarni biz bundan 5 yil oldin 75 mingdan tutuni olib kelib ekkan edik. Hozirgacha hech qanchalik bu hosil berib bozor chiqarganimiz yo'q. Faqat shu ro'zg'orga erishga bo'lyapti. Bahorda gullashi juda chiroyli, yaxshi gullaydi. Qanchalik chora-tadbirlarni qilmaylik, baribir gulni taylab ketib, sanoqli apelsin qolyapti. Bizda bu zonada apelsin qiluvchilar yo'q. Balki apelsin shunday bo'ladimi? Agar shuni kimdadir bo'lsa, apelsin bir xatolik qilayotgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar, iltimos sizlardan. Bu yilga ham yana shu holat takrorlandi. Mana YouTube'da qo'yganmiz, guli juda zo'r bo'lgan. Hozirda kelib yana gulni hosilni tashlab yubordi. Hosil juda kam miqdorda qo'ygan. Mana bizning niyatimiz qayta shu kesib taylab, imkoni bo'lsa yana limonga aylantirirish niyatimiz bor. Agar bizdan xatolik bo'lmayotgan bo'lsa, sog' va salomat bo'linglar.